Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Anchadan beri video qilganimiz yo'q edi. Bu safargi videoyimiz Velikan futbolkalar haqida bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Velikan futbolkalarimiz kelgan, misol ayni vaqtda o'zimiz yoshlarimizdan to'lachalar, go'dasi kattalar chiqib qolyapti. O'shalarni inobatga olganda kattaroq futbolkalarni olib kelib qo'yganmiz, ko'rishlaring mumkin. 56 dan 62 gachalik razmer bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu 56 razmeri. Mana ishonchli bo'lish uchun ko'rsatib o'tyapmiz. O'sha balotovый svetga korishnevoy aralashma qilingan, ob'yomlari ham katta. Bu o'sha eng kichkina razmeri hisoblanadi. Ko'rishlaring mumkin. Eng katta razmeri 62 gacha bo'lgan razmer. Bu oqqa tomnisini qilib chiqarilgan. 56 razmer bu ham. Ko'rishlaring mumkin. Orqa taraflari o'sha однотомный, oldi tarafiga o'sha palasa qilib chiqarilgan futbolkamiz hisoblanadi. Xo'p, 62 ni ko'raman deganlar uchun mana 62 ni ko'rishlaring mumkin mana. Sig'imda o'sha katta chiqadi. Yosh kattalar uchun ham bemalol aytaveradi, yoshlarimiz uchun ham bemalol chiroyli chiqaveradi. Endi yosh kattalar bo'lib, o'sha 40 yoshda atrofida yoshdagilar bemalol kiyishlari mumkin. Xo'p, eng muhim joyi narxini aytib o'tmoqman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan manzilimizni aytib qo'yay. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan videomizni qo'yapmiz. Xo'p, narxiga kelsak, xo'p, 85 ming so'm. 85 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bites pochta orqali jo'natib yuboramiz. Xo'p, keyingi futbolkamiz ko'rishlaring mumkin, yoqali. Mana ko'knori svet deyiladi. Xo'p, 125 ming so'm ekan. Xo'p, 4XL dan 6XL gacha bo'lgan razmerlari bor. Yana qaytarib o'tamiz. Velikan razmerlarni ko'rsatyapmiz. Mana eng kichkina razmeri 4 bo'ladi, eng katta razmeri 6XL bo'ladi. Bu 5XL razmerini ko'rsatyapman mana. Sig'imi ham juda katta, ko'rishlaring mumkin. Narxi 125 ming so'm. Bu ham dastavka xizmati bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Keyingi variantimiz esa Tomisini varianti. 6XL ni ko'rsatyapman. Har xil qilib ko'rsatyapman, ko'rinishga qulay bo'lsin deb. Mana ko'rishlaring mumkin. Bunimiz ham narxi 125 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Chiroyli ko'rinyaptimi? Kamera chiqamiz. Yaxshi. Hop. Navbatdagi futbolkamiz 4XL, mana ko'rishlaring mumkin. 4XL varianti 125 ming so'm. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Mana buni ham dastavka xizmatlari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop. Однотомный futbolka zarar deganlar uchun mana oq, qora, siniy, balotovый, korishnevoy ranglari bor buni. Oqimiz 48, ba'zida ustki fason chiqib qolyapti. O'shuning uchun o'zimiz chiqaryapmiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu 48 i katta razmer chiqqan. Kastasi ham yaxshi, cho'ziluvchanligi ham, elastiklari ham joyida. Bexijolat razmer hisoblanadi. Davom etamiz videomizni. Xo'p, navbatdagi kolleksiyamiz однотомный futbolkalar. Qora, siniy, ko'proq o'sha urib bo'layotgan, ayni yozda, yozgi mavsum uchun bizni vodiy hududlarda ko'proq bilasizlar, однотомный o'sha oq, qora, o'rta svetlar, skromniy svetlar ketadi. Qolgan tomonlari shu futbolkalardan iborat. Обычный deysizmi, ustki fason deysizmi, hammasi joylashgan. Endi Velikan to'g'risida ketib qoldi. Mana shu narsani ko'rsatib o'tmoqchi edim. Eva Padosh, o'sha Velikan. Xo'p, razmerlari 44 dan 46 gacha bo'lgan razmer. Ko'rishlaring mumkin. Juda cheshka, ichlarigacha teri, padosh ustulalari ham juda joyida. Kachествоsi original ko'rinishdagi oyoq kiyimi hisoblanadi. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, lekin o'sha bemalol o'sha originallari bilan bahslashaveradi, bellashaveradi. Oyoq kiyimimiz 350 ming so'm. Bunimizning narxi. Dastavka xizmatlari bor.
o'sha velikan kiyaman deganlar uchun yoni o'sha podyomliroq bo'lgan oyoqlar uchun chiqqan oyoq kiyim hisoblanadi. Bu haqda o'zi alohida video qilishimiz kerak edi, lekin o'sha velikan mavzusida video bo'layotganligi uchun oyoq kiyimni ham ko'rsatib o'tayotganimiz sababi shunda. Xo'p, undan tashqari buni qora to'q siniylari ham bor. Bu endi ochiqroq siniy svetda. Eva padosh, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yengilligi ham juda yengil. Taxminan o'sha 300 grammlarda atrofida chiqadi. Oyoq kiyimga qulay, juda mos bo'lgan oyoqqa, mana ko'rishlaringiz mumkin ichlarini. Ichlarigacha teri qilib ishlangan. Xo'p, undan tashqari oyoq kiyimlarimiz, kashanoli oyoq kiyimlarimiz bor. Kulansa ham bemalol bo'ladigan. Mana cho'ntaklariga ham sig'adigan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bexijolat oyoq kiyim hisoblanadi. Cho'ntakka ham solib ketilaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin 39 dan 45 gacha bo'lgan razmerda. Ichlarigacha kojali bu. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 320 ming so'mdan narxi. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p, bu tomonimizda oyoq kiyimlar serob. Undan tashqari, hurmatli obunachilar, velikan ko'ylaklarimizni ko'rishlaringiz mumkin. 3XL dan 6XL, 7XL gacha bo'lgan razmerlari bor. Marlovka, yengilari uzun, havo o'tkazgichlari yaxshi. Bu ko'ylakni kiyganlar o'sa biladi. Kachstrasini zo'rligini, havo o'tkazishini zo'rligini, chidami baquvvatligini o'zlari ham aytishadi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 215 ming so'mdan narxi. Razmerlarni aytib o'tdik. 3 dan 7XL gacha bor. Katta razmerlari ham bor. Bundan tashqari Abishning S dan 2XL gacha bo'lgan razmerlari ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli. Misol shimlar bilan, klassikalar bilan, o'sha jinsalar bilan moslansa, albatta chiroyli chiqadi. Kombinatsiyasi ham juda chiroyli bo'lib, odamga yarashib turadi. Ko'kka palatsa bo'lgani ham bor ekan. Bu S dan 2XL gacha bo'lgan razmer. 39 dan 43 gacha bo'lgan razmerlarga bemalol tushaveradi. Oqqa palasa bo'lgani bor, qora palasa, tomli siniy palasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi ham skromniy, o'sha ortiqcha bachkana bo'lmagan svetlardan foydalanilgan. Xudo xolasa bexijolat, razmerlari ham to'liq. S ga tushadigan S ga tushadi, 2XL ga tushsa 2XL ga tushadi. Xo'p, manzilimizni qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan video qilyapmiz. Pastda telefon raqamlarini yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. To'g'ri tanlov.